Assalomu alaykum. Bugundan boshlab yangi kelgan qo'ylarimiz profilaktika tadbirlari o'tkazilib, gijja va qurtlarga qarshi dori berildi. Shamollaganlariga shamollashga qarshi ukol qilindi. Burnilariga moychechak, ya'ni ramashka damlamasdan sepildi. Yana mabodo qurtlari bo'ladigan bo'lsa degan gumondagilarga. Xullasi to'liq ratsionga tushirildi. Mana hozir bularga har biriga tirik vazni 10 kilosiga 100 grammlar hisobida arpa berildi. Undan keyin Alloh nasib qilsa arpani yeb bo'lgandan keyin silis beriladi. Mana bir haftada qo'ylarni butun profilaktika tadbirlarini o'tkazib, to'liq ratsionga tushirdik. Ratsion demak birinchi arpa beriladi. Har 10 kilogram vazniga 100 grammlar hisobida. Ketidan silis beriladi. O'rtacha 700 gram 1 kilogram har bitta qo'yga. Uni ketidan yer yong'oq poyasi bilan beda beriladi. Bugungi kundagi ratsionimiz shu. Alloh nasib qilsa yaqin kunlarda yana ratsionga o'zgartirishlar kiritamiz. Bu o'zgartirishlar qo'ylarning yana ham yaxshi rivojlanishiga, minerallarga va vitaminlarga bo'lgan talabini qondirishga xizmat qiladigan yangi o'sha oldin qilganmiz, ya'ni gidroponika uslubida undirilgan bug'doy bilan yoki arpa bilan boqishni boshlaymiz. Hozircha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.